Bolajonlar, meni sog'inuvdinglarmi? Men yana qaytdim. Allohga shukr. Kotletni shu usulda bir tayyorlab ko'rsanglar, kotletlarni ichida eng zo'ri shu bo'ladi. 700 gramm qiymaga bir dona tuxum, sutga bo'ktirilgan nonni mijiqlab solib, mayda to'g'ralgan piyozni sariyada ozgina qovurib, tab berib olib solib, murch, tuz, quritilgan chesmon solib, qiymani yaxshilab aralashtirib pishitib olamiz. Keyin bo'laklarga bo'lib olib, shunaqa ko'rinishda shakl berib olamiz. Keyin orasiga sariyog', ukrop solib, ikkinchi bo'lagini ustidan yopib, yaxshilab yog'larini yopishtirib bekitib olamiz. Kotletlarimiz ustidan tolqonga belab olib, qizib turgan yog'da ikki tomonini qizartirib ko'tarib olamiz. Ketidan xuddi shu tovonga mayda to'g'ralgan piyozni solib, tillarang bo'lgandan keyin to'g'rab qo'ygan qo'ziqorinimizni solib, murch, mayda to'g'ralgan chesmon, ukrop, 200 gramm suyuq qaymoq, bir piyola suv solib, qaynab chiqqandan keyin ustidan kotletlarimizni terib olib, ustidan qaylasidan quyib 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman bolajonlarim. Qanchalik sog'inganlaringlarni shundan bilib olaman. Men sizlarni juda sog'inganman. Bay, shunaqa yoqimli, yumshoqqina, juda mazali.